Endi hamkorlik mavzusiga qaytamiz. Xabar berganimizdek, xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida davlatimiz rahbari ishtirok etib, mutasaddilarga muhim topshiriqlar berdi. Shular jumlasidan prezidentimiz yil yakunigacha Afg'onistonning Mozori Sharif shahrida tovar xom ashyosi birjasi filiali ochilishi va kamida 100 turdagi mahalliy mahsulotlarni sotish yo'lga qo'yilishini ta'kidladi. O'tgan yili Afg'onistonga $1 million elektrotexnika mahsulotlari eksport qilingan edi. Joriy yilning 10 oyida bu ko'rsatkich $5 million ga yetdi. Aslida salohiyat bundan ham yuqori, negaki Afg'oniston 40 millionga yaqin aholiga ega mintaqaning eng yirik iste'mol bozorlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda elektrotexnika va maishiy texnika mahsulotlariga talab yil sayin ortib borayotgani, ayniqsa aholining asosiy qismi yashaydigan shaharlar va savdo markazlarida katta bozorni vujudga keltirgan. Strategik joylashuvi Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi ko'prik sifatida Afg'onistonni eksport va savdo uchun muhim maydonga aylantiradi. Shuningdek, mamlakatda zamonaviy, sifatli va ishonchli texnikaga bo'lgan ehtiyoj yuqoriligi ushbu yo'nalishda yangi imkoniyatlarni ochyapti. Mozori Sharifning eng gavjum savdo hududida ish boshlagan Uz Electronics savdo markazi O'zbekiston elektrotexnika sanoatining Afg'oniston bozoriga kirib borishida muhim bosqich bo'ldi. Bu tashabbus O'z Eltex sanoat uyushmasi, O'zbekistonning Afg'onistondagi elchixonasi, Savdo sanoat palatasi va savdoga ko'maklashish kompaniyasi hamkorligida amalga oshirildi. Tadbir davomida barcha uchrashuvlar juda foydali bo'ldi. Tadbirkorlar bilan gaplasharkanmiz, ular O'zbekiston mahsulotlariga katta qiziqish bildirayotgani sezildi. Ular menga aytishdiki, hozir ikki davlat o'rtasida hamkorlik imkoniyatlari kengayib boryapti va bu markaz tadbirkorlar uchun yangi eshiklarni ochmoqda. Yaqinda O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida transport, energetika va savdo bo'yicha bir necha muhim kelishuvlar imzolangan edi. Masalan, yuk tashishni yengillashtirish, elektr energiyasi bo'yicha hamkorlik, bularning barchasi savdo-sotiqni jonlantirishga xizmat qiladi. Afg'onistonda investitsiya kiritishga boshqa tadbirkorlarni ham taklif qilamiz. Chunki bu yerda investitsiyaga ham ehtiyoj, ham katta imkoniyatlar mavjud. Endilikda Mozori Sharif aholisi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan zamonaviy, sifatli va ishonchli elektrotexnika mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchidan xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu yerda katta va kichik texnikadan tortib, zamonaviy maishiy elektronika va elektrotexnika jihozlarigacha bo'lgan assortiment mijozlarga taqdim etilyapti. Barcha mahsulotlar xaridorlar uchun to'liq ish holatida namoyish qilinmoqda. بسیار جای خرسندی و خوشحالی است که امروز فروشگاه چندین برند ازبکستان در مزار شریف افتتاح شد. Bugun Mozori Sharif shahrida O'zbekistonning qator mashhur brendlari uchun doimiy savdo do'koni ochilgani katta quvonch va faxr. Balxariya market hududida O'zbekistondan kelgan qariyb 25 ta brend o'z faoliyatini boshladi. Bu oddiy ko'rgazma emas, doimiy faoliyat yuritadigan savdo markazi hisoblanadi. Endi barcha tadbirkorlar va oddiy xaridorlar shu yerning o'zida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sifatli mahsulotlarni qulay narxlarda xarid qilish imkoniga ega bo'ladi. Eng muhimi, sifatli servis va sotuvdan keyingi xizmatlar ham yo'lga qo'yilgan. Umid qilamanki, bu loyiha O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi do'stlik, savdo aloqalari va o'zaro ishonchni yanada mustahkamlaydi. Afg'oniston bozori hali to'liq o'rganilmagan bo'lishiga qaramay, eksportni kengaytirish uchun katta salohiyat va qulay imkoniyatlar mavjud. Prezidentimiz qo'llab-quvvatlovi bilan O'zbekistondan kelgan 25 ta korxona 500 dan ortiq mahsulotlarni xaridorlarga taqdim etish orqali mazkur bozorga keng kirib boradi. Albatta, Afg'onistonda doimiy savdo maydonining paydo bo'lishi O'zbekiston elektrotexnika mahsulotlariga bo'lgan talabni yanada oshirishga xizmat qiladi. خیلی ها ما از کشور دوست جمهوری ازبکستان Biz do'st mamlakat O'zbekiston Respublikasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Chunki O'zbekiston ikki davlat o'rtasida qo'shma bozor yaratish uchun juda yaxshi imkoniyat va sharoit yaratib berdi. Bu esa mamlakatlarimiz uchun ham foydali, biznes ham sarmoyalar kiritish uchun imkoniyatdir. Savdo va investitsiya sohasidagi bu hamkorlik Afg'oniston uchun ham, O'zbekiston uchun ham manfaatlidir. Bu o'zaro foyda keltiradigan, iqtisodiy aloqalarimizni mustahkamlaydigan juda muhim tashabbusdir. Hozir Afg'onistonga kirib kelayotgan O'zbekiston mahsulotlaridan xalqimiz bemalol foydalanyapti. Xuddi shu tarzda mamlakatingizdagi iste'molchilar ham bizning mahsulotlarimizdan foyda olishlari mumkin. Bu hamkorlik ikki davlat uchun katta imkoniyat va umumiy manfaatdir. Mozor Sharif shahri strategik jihatdan juda ham qulay joylashuv bo'lib, bu yerda qator viloyatlarga mahsulotlarni tarqatish juda ham qulay hisoblanadi. Shu boisdan savdo markazining doimiy faoliyati eksportning barqaror o'sishini ta'minlaydi. Biz hozirda tovar turlarini yanada kengaytirish, servis xizmatlarini kuchaytirish va Afg'onistonning boshqa shaharlarida ham shunday markazlar ochish bo'yicha ish olib boryapmiz. Yil yakuniga qadar Afg'onistonga $10 million eksportni amalga oshirish rejamiz mavjud.
kelgusida Afg'onistonning Qobul va Hirot shaharlarida ushbu savdo markazini ochishni reja qilganmiz. Biz bu orqali Afg'onistonning 34 ta viloyatiga O'zbekistonning sifatli ishlab chiqarilgan mahsulotlarni yetkazib berishni ko'zda tutganmiz. Mozori Sharif multi-brend savdo markazining ishga tushirilishi Afg'oniston bozorida yangi bosqichni boshlab berdi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan elektrotexnika mahsulotlarining sifatga bo'lgan ishonchi va barqaror ta'minoti bir vaqtning o'zida ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikka katta hissa qo'shadi.